2026 Chevrolet Grove zamonaviy shahar krossoveri sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, u yosh haydovchilar va oilaviy foydalanuvchilar uchun qulaylik, tejamkorlik va texnologiyani birlashtiradi. Tashqi dizayni yanada sportchi va agressiv ko'rinishga ega, old va orqa LED chiroqlari esa avtomobilga premium hissiyot bag'ishlaydi. Yangi kuzov chiziqlari aerodinamikani yaxshilab, yoqilg'i samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2026 Chevrolet Grove ixcham o'lchamlarga ega bo'lsa-da, salon ichida yetarlicha kenglik taqdim etadi va kundalik hayot uchun juda qulay hisoblanadi. Salon dizayni soddalik va texnologiyaga yo'naltirilgan bo'lib, yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. Markaziy sensorli ekran Apple CarPlay va Android Auto bilan to'liq mos keladi. Bu esa haydovchiga smartfon funksiyalaridan oson foydalanish imkonini beradi. Raqamli asboblar paneli barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. O'rindiqlar ergonomik bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlar buklanishi orqali yukxona hajmini kengaytirish mumkin. Bu esa sayohat va xaridlar uchun juda foydali. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Grove tejamkor dvigatel bilan jihozlangan. U shahar va magistral yo'llarda barqaror ishlashni ta'minlaydi hamda past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Avtomatik va mexanik uzatma variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'ziga mos boshqaruv uslubini tanlashi mumkin. Osma tizimi Notex yo'llarda ham silliq yurishni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi esa aniq va yengil ishlaydi. Xavfsizlik masalasida Chevrolet Grove zamonaviy standartlarga javob beradi. Bir nechta havo yostiqchalari, tormozni bloklashga qarshi tizim, barqarorlik nazorati va orqa kamera kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Ba'zi komplektatsiyalarda adaptiv kruz nazorati va to'qnashuvdan ogohlantirish tizimlari ham mavjud. Bu xususiyatlar avtomobilni kundalik foydalanish uchun yanada ishonchli qiladi. 2026 Chevrolet Grove narx va imkoniyatlar muvozanati.